Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va obunachilarim. Mana YouTube kanalimda uchrashib turibmiz. Efirdaman Olimjon. Bugun 4-avgust 2026-yil. Iyul oyi ancha issiq bo'ldi. Shunga ancha baliqqa ham tushgan yo'q edim. Sirdaryoda ham ancha suv pasayib ketibdi. Kanallar ham ko'pi qurib qolgan. Durust kanallarni qidirish uchun ancha vaqt ketdi. Bir kanal topuvdim. Bu ovim Dehmoy kanallarida bo'lyapti. Shu kanalda picha o'tidim. O yaxshi bo'ldi. Mana bir mazza qilib tomosha qilinglar. Manda qarmog'imda mana ikkita kuruchoq qo'yganman. Shunda bunisi yaxshi, bittasi likillatib turadi, ikkinchisi kelib uradi-da, shuning uchun ikkita kuruchoqli qilib olganman. Mana bir yaxshi sazan ilindi. Yaxshi ov mana bo'ladi. Bu ikkinchi sazan tushgan hozir. Birinchisini oluvdim. Kanallar ham juda qurib qolgan. Shu yarim metrcha suv bor. Shunga mana o'tiribman bugun kelib shu kanalda ertalabdan beri. Bugun havo yaxshi. Bugungi issiq havolar ham o'tib bo'ldi. Bugun salqinroq. Bulutli havo bo'layapti. Mazza qilib baliq shlasa bo'ladi. Endi bunday yana Sirdaryo suvi tashaversa kanallarda yana suv qurib qoladi. Baliq ovlari bo'layapti ancha. Tashab qo'yganman mana qarmoqlarni hammasi suvda. Jimjit qimirlamay turibdi. Mana bu yerda ham sazan ovini baribir boshqacha gashti. Turib bir yaxshi uradi. 1 soat ham jim turadi, 2 soat ham. Lekin urib qolsa bir yaxshisi uradi. Bu Dehmoy kanallarida mana shu kanalchada turib sazan urib qo'yapti. Mana tashab qo'yganman qarmoqlarni. Jim turyapti. Arorada uryapti. Ham makka bor, ham loyxurak. Bittasi loyxurakka urdi, bittasi makkaga hozir. Mana endi yana kutib o'tiribman, jimjit. Mana yana bir yaxshi sazan oldim. Bugun yaxshi bo'lyapti. Mana katta zakonnesi, mana baquvvat. Durust, bugungi ovim yaxshi. Juda zo'r. Endi ovimda baliq chiqarishini ololmayman suvdan, chunki sazan juda xunuk uradi. Bunday katta sazanlarni chiqarish qiyinroq. Agarda yana biron kishi bo'lsa, bunday syomka qilsa bo'ladi. Shuning uchun men olgan sazanlarimni suvdan chiqarganimdan keyin olib tashlayapman. Bugungi baliq ovida ushlagan baliqlarim mana shular mana. Mana shu baliqlar tushdi. Endi sekin qaytaman. Baliq ovi yaxshi bo'ldi bugun mana. Sazanlar. Bu 3-chi baliq, oq amur balig'i. Belay amur deb aytamiz buni.